Asilbek. Yarim kecha chiqay demay berga 6,5 soatdan beri kutib o'tiribman. Nima degan gap bu? Gorvada kanallarga qarayapti-ya. Hojatxonaga chedimda bo'maga qolmay qolgan ekan. Nima qilding keyin? Salgina kutdim, olib kelib berishdi. Aniq olib kelib berishdimi? Ha, nima qilyapsan ertalabdan o'zi eshigim tagiga tinchim buzib. Sani tinching bo'lganmi? Bundan oldin ham mana bu balla bilan dalaga chiqib bizlar. Bepayon bo'shliqqa. Mavsum ekan-ku hozir. Ha. Borasanmi? Bo'ldi, boramiz, qachon? Sani boramiz deganingga ishonch yo'qda, problema qilasan, xotinim qo'ymadi deb. Men bilaman-ki. Meni buviga aytgan deganim degan bo'ladi. Men xo'jayinman, men erkakman. Sal shubha bor shu gapingga. Xo'jayinligimgami? Yo, erkakman deganingga. Bo'ldi, qo'y. Ana 1 soatdan keyin ko'rishamiz mana yerga. Tayyor bo'lib turgan. Ha, bo'ldi, men kiyimlarimni yechtiravera. Bo'pti, qara. Asilbek, hali ham tayyor bo'lmadim. Nima qilib o'tiribsan bu yoqqa? Tayyorman, shunday narsalarimni olaman, chiqaman, xotinim qo'yman. Nima deysan? Shunday kiyim-kechalarimni olaman, chiqaman, xotinim qo'yman. Hamma jim bo'lsin-da, bitta jim bo'lib olinglar-da. Ali aka, siz ham jim bo'ling-da, iltimos. Nima deysan? Xotinim qo'yman. Yo, men senga aytdim, seni dastingdan bir joyga bor bo'lammi, yo'qmi? Bir xotindan ham so'ra olmasang, qanday erkaksan sen? Qo'yish uchun hamma narsani qildim. Mahalladan birinchi guruh nogironligiga spravka ham olib keldim. Seni har kunlik turishingki, yolg'onlaringni boshqa aytasan. Mana senga havasim keladi. Narsalarini yig'ishtirib, tayyor bo'lib kelib o'tiribsan. Endi o'zing borib kelavermansiz. Yoshingni qara-da, bir xotindan so'ra olmasang, uyingga joy bormi yo'qmi? Ha, nima? Ha, shu xotinimga balla bilan dam olishga chiqamiz dedim, qo'ymadi, hayday yubordi. O'shanga joy bo'lsa dedim. Meni o'yim gassinsanmi? Ko'tar narsalaring, chiq yo'q bu. Bir safar nima qilmay, bo'ladi-da. Tabib to'yishi bo'lsin-da. Toshmirza tog'a. Toshmirza tog'a. Ye, keling qani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'lisi yo'qmi? Bosh ikkisidan chiqaring kelmayapti. Shogird. Bo'ldi ol shogird. Bo'ldi, o'zing qiynama, o'z hayot qiynagan yetadi. Ha, qayerdan keldingiz? Men Dang'aradan keldim. O'zi kakras bir kishi yetishmayotdi-da. Nima? Shogird, kartani ko'rsatqa menga. Menga ko'rsat dedi. Tabib tog'a meni qachon davolaysiz? Men tabib bo'lsam shogird davolaychi edimda. Nima bo'lgan shogirdingizga? Şef tochkada, şef Davlatni bir kishi o'ndiradi. Davlat. Obbo, kim bo'ldi bu, Bizni o'yindan chalg'itadi. Kireva. Shuncha taqillatdim, bir chiqib qaramaysan, hamsiya xalq nima deydi? Hamsiya xalqingni yig'ishtir, bu yerga 5 ga 5 sostav bo'libdi. Vo, kontrmi qani? Menga ham joy bor. Qanaqa kontr? Zoom o'ynayapman. Ha, ertalabdan kelibsan? Nimadir gaping bormi deyman sana. Yurda ko'cha gaplashaylik-da, zo'r havo bo'libdi. Yo, bizga ko'cha sovuqlik qiladi. Bizni quloqdan o'tadigan kapilar, qon tomirlar shamollagan ekan. Mumkin emas bizga. Gapiriyu gapingni. Yirqimlayapti. Yirqimlisi ko'chaga chiqish kerak, yurdi. Vahima qilmay, hozir o'tib ketadi. Bu o'yinning oxir bormi? 4 soatdan beri yotibman mana bu yerga. Sen bir ko'chaga chiqib ovqatlanib ham kelgin. Ha, ovqatlanaman, sen ketishingni kutib o'tiribman. Sen ham shu 4 soatdan beri ketmayapsan, bilmadim, bir darding bormi deyman-da sen bana. Ketdim mana. Ha, bir kuzatgani chiqqani mana bu yerga. Ha, yur, mayli. Hozir tugatib olay, chiqaman hozir. Bu moshin kimdandi? Ko'rmayapsanmi? Mazga o'zi bildim bir nima darding borligini. Hamsiya aytganman necha marta shu mashinani qo'ymasin mana shu yerga deb. Aka, mana hus ko'raysizmi? Ha, manman. Lekin aka, to'xta, nima bo'ldi aka? To'xtang. Aka, to'xtang. Nima bo'ldi aka? Men sizni har doim videolaringizni kuzatib boraman. kuzatib borasizmi? Ha?
obuna bo'lmasdan kuzatasizmi? Yo, aka to'xtang, mana obuna bo'ldim aka, to'xtang aka. Aka. Aka, Hali ham o'tiribsanmi? aka. Tremenina, ne?